Mana toypi uzunimiz. Kallaylab ko'k payvand qilishga moslab kesgandik erta bahorda. Mana 13-apreldagi holati. Mana shuni ulaganimizga 3 kun bo'ldi. 10-aprel kuni ulangan. Juda baquvvat chiqaryapti yani shoxlarni. Ko'p lekin bu bizga. Chetdan bir 30% yetadi. Ulashga osonlarni qo'yib qo'ysak, ulab beramiz xudo xolasa. Navbat bilan mana shu bog'da yarim gektar bog'da hammasini xudo xolasa avatarga o'tyapmiz.